Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi oshxona uголogimizni Qo'qon shahridagi klientimizga o'rnatib berdik. Ko'rishingiz mumkin mana fasoni Chester fason. Ko'rishingiz mumkin mana Xudo xolasa. Razmeri keladigan bo'lsa, uzun tarafi 2.30, kalta tarafi 1.70 qilingan. Burchagi ham barli qilingan. Yaqinroq kamerani olib kelsangiz, bemalol narsa qo'yib foydalansanglar bo'lardi Xudo xolasa. Laminatdan qilingan bari ham. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Keyin bu prujinali qilingan, pampers prujinali. Rossiyskiy prujina mana hech qanaqa ortoped emas, bemalol. Ancha xizmatlarni qiladi. Kichkina miyasi ham prujina. Sandiq ochiladi. Mexanizm bilan ochiladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Sandig'iga bemalol narsalar joylab qo'ysanglar bo'ladi. 100% displey, yonlari ham 100% displey. Keyin qo'l borishlari bor. Qo'l borishlariga ham MDFdan shunaqa gul patirganmiz. Mebelni ancha chiroyli qilib ko'rsatyapti Xudo xolasa. Keyin ichidagi karkaslari sasnadan bo'lgan, sasna disp ishlatilgan Xudo xolasa. Hech qanaqa terariyaga ishlatilmagan. Ko'rishingiz mumkin. Komplektida 4 dona tumbasi bor. Tumbasi ham 40 ga tumba mana. 4 tarafi ham dev paneldan urib berganmiz Xudo xolasa. Oyoqlarini ham juda qimmat moshkadan qatirganmiz Xudo xolasa ko'rishingiz mumkin. Keyin xonum 1.37 ga 70 xonum razmeri. Bu MDFdan bo'lgan. Yonlarini ham avalni qilib, klient xohishlariga qarab qilib berganmiz Xudo xolasa. Chiroyli qilib. Xudo xolasa, kimgadir shunaqa oshxona mebel, mehmonxona mebel bo'lsa, Xolid mebelga murojaat qilsanglar, chiroyli qilib yetkazib beramiz Xudo xolasa. Pastda nomerlarimiz ketadi. Shu nomerlarga aloqaga chiqsanglar, chiroyli qilib beramiz. Bizning manzilimiz Andijonda. Andijonga dastavkamiz tekin, qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda chiroyli qilib yetkazib beriladi. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmati mavjud. Xudo xolasa, kimgadir kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar Xudo xolasa. Hammaga rahmat.